Bir kuni dehqonchilik maydonida o'rdakning kollasiga bir g'alit xiyol kelib qopti. Men velosipedni minib baqay deyman. deb o'ylabdi u. O'rdak irg'onglab minib, bir bola velosipedini to'xtatib qo'ygan yerga kelibdi. Velosipedga yamishib chiqibdi va minishga boshlabdi. Dastlabda u bekli osti minibdi. Shundaqla u yon bu yon choy qilib ketibdi, lekin bekli ko'ngillik bo'pti. O'rdak siyirning yonidan velosiped minib o'tibdi va uning salom qilibdi. Tinchlikmi seyir? Debdi o'rdak. Mö, debdi siyir. Ammo u ko'nglida bir o'rdakning velosiped minishi bu men ko'rgan eng bema'ni bir ish bo'ldi-da, deb o'ylabdi. O'rdak velosiped minib qo'yning yonidan o'tibdi. Tinchlikmi qo'y? deb salom qilibdi o'rdak. Ma. debdi qo'y. Biroq u ko'nglida Agar u diqqat qilmasa, o'zini yarlandirib oldi, deb o'ylabdi. Hozir o'rdak xeyli yaxshi minalaydigan bo'pti. U velosiped minginicha ishning yonidan o'tibdi. tinchlikmi ishit? debdi o'rdak. Au. debdi ish. Biroq u ko'nglida Qaltismi arat bu? deb o'ylabdi. O'rdak mushukning yonidan o'tibdi. Tinchlikmi mushuk? debdi o'rdak. Miau. debdi mushuk. Biroq u ko'nglida Men velosiped minish uchun vaqt isrof qilib yurmayman-ku. o'rdak velosipedni teximi ishtik tepibdi. U bir atning qishidan o'tibdi. Tinchlikmi at? debdi o'rdak. debdi ot. Biroq u ko'nglida Sen yanılı mendek tez emas o'rdak. o'rdak bir yoqdan velosiped qo'ng'irqini jiringlatqach, Mikyanning yonidan o'tibdi. Tinchlikmi Mikyan? debdi o'rdak. debdi Mikyan. Biroq u ko'nglida Yo'lga qarab baq, o'rdak. debdi. O'rdak o'chkin o'yindan o'tibdi. Tinchlikmi o'shga? debdi o'rdak. Ma. debdi o'chga. Biroq u ko'nglida Mening bu velosipedni yeb baqim kelyotdi. deb o'ylabdi. O'rdak velosipedning ustida o'ri turg'unicha, o'ltirg'unicha ikki to'ng'izning yonidan o'tibdi. Tinchlikmi to'ng'izlar? debdi o'rdak. Qipti ikki to'ng'iz. Biroq ular ko'nglida O'rdak o'zini ko'z qilishga bak amroqga. deb o'ylashibdi. Ondan o'rdak velosipedning rolini tutmay minib chashqanning yonidan o'tibdi. Tinchlikmi chashqan? debdi o'rdak. debdi chashqan. Biroq u ko'nglida Meningmi o'rdak o'xshash bak velosiped mingim kelyotdi. debdi. Tuyuqsiz bir to'p velosiped mingan bolalar yo'ldan o'tibdi. Ular bekli tez mang'ashqa hech kim o'rdakni ko'rmabdi. Ular velosipedlarni uyning eshigi oldiga to'xtatib qo'yib, uyga kirib ketibdi. Endi hamma hayvonlarning velosipedi bor bo'pti. Ular o'yli ichida velosiped minib aylanishga boshlabdi. "O, nimachi ko'ngillik ish bu?" deyishibdi ular. "Qaltsa qil tepibsa jumo o'rdak." Ondan ular velosipedlarni uyning yeniga akilib to'xtatib qo'yibdi. Hech kimmi bir tushdan keyinliki bir siyir, bir qo'y, bir ishit, bir mushuk, bir ot, bir mikyan, bir o'chka, ikki to'ng'iz, bir chashqon va bir o'rdakning velosiped minib o'ynaganligini bilmay qolibdi.